ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. Ikkinchi fasl, 8-qism. Allohga hamd bo'lsin. Islom ne'mati uchun o'ziga shukr aytamiz. Butun olamlarga hidoyat bo'lib kelgan janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovati va salomlari yog'ilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning go'zal siratlarini, iymon va insoniylik saboqlarini o'rganishda davom etamiz. Hozir Bani Nazr yahudiylari bilan bo'lgan voqealarni o'rganishga kirishamiz. Muhammad ham, boshqasi ham bizni uylarimizdan haydab chiqarishga jur'at qila olmaydi. Yo'q, aslo. Muhammad hech qachon bizni uyimizdan haydab chiqara olmaydi. Lekin Muhammadga qarshi urushga bizning kuchimiz yetmaydi. Sayyidim, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ismli kishi kelibdi. Ichkariga kirgani izn so'rayapti. Abdulloh ibn Salul Avs va Xazrajning sayyidi emasmi? Muhammad izdoshlari bilan Madinaga kelgandan so'ng undan saltanatni tortib olgan. Nega kelibdi? Mayli kirsin. Ehtimol mening kelishim sababini bir-birlaringdan so'rab turgandirsizlar. Muhammad va uning sizlarga qilgan tahdidi sababli shu yerda o'tiribman. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, men, odamlarim va menga ergashganlar hammamiz Muhammad va uning izdoshlariga qarshi sizlarga yordam beramiz va sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Qo'rqmanglar va uyingizdan hech qayerga jilmanglar. Bani Nazrliklar odam yuborib, Rasulullohning buyruqlariga itoat qilmasliklarini aytib istehzo qildi. Shundan so'ng payg'ambarimiz sahobalarni to'plab Bani Nazrni qamal qilishga chorladilar. Ana shunday holatda ham Rasulullohning bag'ri kengliklari va insonparvarliklari yana bir bor namoyon bo'ldi. U zot sahobalarga shunday nasihat qildilar: keksalarni, yosh bolalarni va ayollarni o'ldirmanglar, uylarini buzmanglar. Bani Nazr yahudiylari Rasulullohga va musulmonlarga bosh egib taslim bo'lmagunlaricha faqat qamal qilinglar, undan nariga o'tmanglar. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Musulmonlar Bani Nazrni to'liq 6 kun qamal qilishdi. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Islom yana bir bor g'olib bo'ldi. Bani Nazr yahudiylari Rasulullohga va musulmon qo'shiniga bo'yin egdi hamda Xaybar va boshqa yurtlarga ko'chib ketdi. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sotqinlik va xiyonatga islom hukmiga ko'ra munosabat
bildirdilar. Sho'rimiz quridi. Qutulib qolishning iloji yo'q. Muhammadning qo'shini uylarimizni qamal qildi. Endi uylarimizni tashlab chiqib ketishimizga majburlayapti. Ittifoqchimiz Abdulloh ibn Salulga odam jo'nataylik. U bizga yordam berishga va'da bergandi. Endi nima qilamiz, sayyidim? Muhammadga qarshi chiqqani kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun bu urushga umuman aralashmaymiz. Boshlariga tushgan ko'rgilikni o'zlari ko'rsin. Agar g'alaba qozonishsa, ularni tabriklab yana ahdlashib olamiz. Agar Muhammad g'alaba qozonadigan bo'lsa, borib o'shani tabriklaymiz. Kutib turaylik-chi, nima bo'larkin? Assalomu alaykum ey Ummu Sulaym. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Nima gap ey Abu Talha? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ovozlari zo'rg'a chiqib turganini eshitdim. Bilaman, qorinlari och qolgan. Uyda biror yeguliging bormi? Bizda hamma narsa bor inshaalloh. Un bilan ozgina yog'ni qorishtirsak, Rasululloh uchun yumshoqqina non bo'ladi. Mana non. Alloh haqqi, Rasulullohning muborak og'izlariga taom tutish siz uchun yuksak sharafdir. Xizmatkorni jo'nataman. Rasulullohga nonni olib borib beradi. U ham bu sharafga noil bo'lsin. Rasululloh xizmatkorni ko'rdilar va yaqinroq kel dedilar. Payg'ambarimiz bolakayning nima ko'tarib kelayotganini bildilar va unga "Seni Abu Talha yubordimi?" dedilar. Ha, ey Allohning rasuli. Sen bilan taom berib yubordimi deb so'radilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Ha, ey Allohning rasuli. Rasululloh atrofda o'tirganlarning hammasiga o'rinlardan turib, Abu Talhaning uyiga borishni taklif qildilar. Rasululloh sizlarni sahobalarnikida taomlanish uchun taklif qildilar. Ey Ummu Sulaym, ey Ummu Sulaym, Rasululloh yo'lda kelyaptilar. Marhabo yo Rasululloh. Rasululloh sahobalar bilan biznikida taomlanish uchun kelyaptilar. Uyimizda hech narsa yo'q-ku. Alloh va uning rasuli uyimizda nima borligini bizdan ko'ra yaxshi biladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Talhaning uyiga keldilar. Ummu Sulaymga qarab, "Qani, nimang bor? Olib kel" dedilar. Shunda Rasululloh nonni muborak qo'llari bilan ushladilar va og'izlariga yaqin olib keldilar. Rasululloh nimadir deyaptilar. Ha, Ummu Sulaym. U zot nonga baraka so'rab duo qilyaptilar. So'ng nonga ortib qolgan ozgina yog'ni surtdilar va bismillah dedilar. Keyin Abu Talhaga odamlarni chaqir, 10ta bo'lib kirishsin dedilar. Bosh ustiga ey Allohning rasuli.
Abu Talha Rasulullohning buyruqlariga itoat qildi va 10 kishiga joy hozirladi. U bo'layotgan ishlardan hayratda edi. Qarang, ey Abu Talha, non kamaymayapti. Ular Rasulullohning barakalaridan taomlanishyapti. Ha, Ummu Sulaym. Bu bizning taomimiz emas, balki Allohning huzuridan bo'lgan taomdir. Ha, Allohning huzuridan bo'lgan taom edi u. Bu taom Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbati tufayli o'zidagi bor narsani ayamay in'om qilgan mo'minni hijolatdan qutqardi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam orqali o'z huzuridan mo'minlarga baraka ato etdi. Uning ahvoli qanday? Abdulloh og'ir betob bo'lib yotibdi. Rasululloh nabiralariga shifo so'rab duo qiladilar. Hijratning 4-yili Jumodin ula oyida Usmon ibn Affonning o'g'li Abdulloh 6 yoshida vafot etdi. Unga masjidda janoza namozi o'qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizlari Ruqayyani o'g'li Abdullohning o'limidan qattiq mahzun bo'ldilar. O'sha yili Sha'bon oyida sodir bo'lgan voqea u zotning mahzunliklariga bir oz tasalli bo'ldi. Aytishlaricha Ali ibn Abu Talib namozdan so'ng shoshganicha qaytib ketibdi. Ha, ayoli Fotimaning ko'zi yoradigan edi. Shuning uchun shoshilib uyiga ketdi. O'g'il, Rasulullohning qizlari Fatima bekamiz juda ham chiroyli o'g'il tug'dilar. Voy, ismini nima qo'yishibdi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Husayn deb ism qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning dunyoga kelganidan juda ham xursand bo'ldilar va uning haqqiga ko'p duo qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mazkur chaqaloq va uning akasi haqida Hasan va Husayn jannat yoshlarining sayyidi bo'ladi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida ro'y bergan ushbu qayg'uli va quvonchli lahzalar ota va bobo sifatida har qanday inson his qilishi mumkin bo'lgan lahzalar edi. Oxirgi Badr g'azotida qanday hodisalar ro'y berdi? Qurayshliklar qanday yo'l tutishdi? Hozir Muhammad Badrdagi xayolan erishgan g'alabasini nishonlab o'tirgan bo'lsa kerak. Biz ham Uhuddagi g'alabamizni nishonlashimiz kerak. Biz ham nishonlaymiz. Hali Uhud tog'iga chiqib, sharob ham ichamiz. Lekin sizlar ahdingizga vafo qilmadingiz. Qanaqa ahd haqida gapiryapsan? Muhammad Uhud tog'ida jarohatlanib, mag'lub bo'lganida izdoshlarining ortiga berkinib olgan paytda unga bir gap aytgandingiz. Nima deganingiz esingizdami, ey Quraysh sayyidi? Ey Muhammad, urushda har doim ham omad kelavermaydi. Bugun Badr kunining o'chini oldik. Sizlar bilan kelasi yil yana Badrda to'qnashamiz. Ha, esimda. Lekin o'sha paytda g'alabadan sarmast bo'lib aytib yuborgandim. Keyin esimdan chiqib ketgan. Muhammad ham unutib yuborgan bo'lsa ajab emas. Balki unutmagandir. Agar ahdingizga vafo qilmasangiz, Muhammad urushmasdan g'alaba qozondim deb hisoblaydi. Nega urushmas ekanmiz, ey Quraysh sayyidi?
Uhudda g'alaba qozongan bo'lsak, yana bir bor hujum qilmaymizmi? Muhammadga qarshi tish tirnog'imiz bilan qurollanamiz. Urush uchun odam to'plash oson ish emas. Ayniqsa hozir Muhammad yanada kuchaydi. Uhuddagi jarohatlaridan butkul forig' bo'ldi. Keling, yana bir bor urush qilaylik, ey Quraysh sayyidi. Qani iching. Muhammadning ustidan qozoniladigan g'alaba uchun oldindan ichaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Dar haqiqat, ular o'z makrlarini qildilar. Holbuki ularning makrlari garchi makrlardan tog'lar zavolga uchraydigan bo'lsa ham, Allohning huzuridadir. Sen Alloh payg'ambarlarga bergan va'dasiga xilof qiluvchi deb gumon qilma. Albatta, Alloh aziz va intiqom egasidir. Ibrohim surasi 46-47 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamedov. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. 2-fasl 8-qism tugadi.